bir odam Qur'onni shunday lafzini to'g'ri o'qidi, to'g'ri ma'no berdi-yu, lekin Allohu taolo mana shu oyatidan nazarga tutgan ma'noni odamlarga tushuntira olmasa xiyonat qilgan bo'ladi. Qur'onni lafzini to'g'ri o'qiyapti, ma'noni to'g'ri beryapti-yu, haligi ma'noni gapirganda odamlarning xayoli ikkita joyga ketyapti. O'zi aslida bitta narsa unda ko'zda tutilgan edi. Ana shu maqsadni anglatib bera olmasa, bu xoin bo'ladi. Nima uchun desa, har bir Qur'on oyatidan Allohu taolo shu lafzdan ko'zda tutgan ma'nosi bor. Yo Qur'onni o'zi tafsir qiladi Qur'onni, yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tafsir qiladilar. O'zimizni ra'yimiz bilan lug'atni bildik bo'ldi emas. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak, azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kimdan fatvo so'ralsa, ana shu fatvoga ilmsiz javob bersa, gunoh fatvo bergan kishiga bo'ladi. Kim haq undan boshqa narsada ekanligini bila turib, birodarini boshqa bir tomonga ishora qilib yuboradigan bo'lsa, xiyonat qilibdi deganlar. Haq bir tomonda, lekin bu haqni aytmayapti-da, botilni aytyapti. Ana shu odam xoin bo'ladi, xiyonat qilgan bo'ladi. Kimga xiyonat qilgan bo'ladi? Shariatga, Alloh va rasuliga xiyonat qilgan bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun fatvo so'raydiganlar ham ehtiyot bo'lish kerak. Fatvo har kimdan so'ralavermaydi.